2026 yilgi Chevrolet Suburban. Bu Amerika avtomobil sanoatining eng yirik, qulay va zamonaviy oilaviy SUVlaridan biri hisoblanadi. Yangi model yanada zamonaviy dizayn, kuchli dvigatel va ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan. Chevrolet kompaniyasi bu modelni uzoq masofali sayohatlar, katta oilalar va hashamatni qadrlaydigan foydalanuvchilar uchun yaratgan. Tashqi ko'rinishidan 2026 Suburban juda jiddiy va kuchli ko'rinadi. Keng radiator panjarasi, LED faralar va aerodinamik kuzov dizayni unga zamonaviy va nufuzli qiyofa beradi. Orqa qismidagi yoritgichlar ham to'liq LED tizimiga ega bo'lib, tunda avtomobilni yanada chiroyli va xavfsiz qiladi. Salon ichida hashamat va texnologiya uyg'unlashgan. Keng joy, yuqori sifatli charm o'rindiqlar, 3 qatorli joylashuv va 12.3 dyuymli multimedia ekrani haydovchi va yo'lovchilarga maksimal qulaylik yaratadi. Apple CarPlay va Android Auto tizimlari, simsiz zaryadlash va premium Bose audio tizimi kabi imkoniyatlar mavjud. Texnik jihatdan 2026 Suburban kuchli dvigatellar bilan ta'minlangan. Asosiy variant 5.3 litrli va 8 dvigatel bo'lib, u yuqori quvvat va silliq yurishni ta'minlaydi. Shuningdek, 6.2 litrli va 8 va yangi 3.0 litrli turbodizel variantlari ham mavjud. 10 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi harakatni silliq va samarali qiladi. Yangi Suburban xavfsizlik bo'yicha ham ilg'or texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Avtomatik tormoz tizimi, yo'l chizigidan chiqishni ogohlantirish, adaptiv kruz nazorat, 360 darajali kamera va kor joyini nazorat qilish tizimi bilan jihozlangan. Bu modelning asosiy ustunliklaridan biri uning hajmi va yuk joyi. Orqa o'rindiqlar yigilganda 4000 litrgacha yuk joyi hosil bo'ladi. Bu esa uni oilaviy sayohatlar, ish safarlari yoki sport jihozlarini tashish uchun ideal tanlovga aylantiradi. 2026 yilgi Chevrolet Suburban narxi AQSh bozorida taxminan $60,000 dan boshlanishi kutilmoqda, lekin variantlar va qo'shimcha opsiyalar narxni oshiradi. Umuman olganda, yangi Chevrolet Suburban bu kuch, hashamat va texnologiyani birlashtirgan mukammal SUV. U nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki ichki qulayligi va ishonchliligi bilan ham o'z sinfida yetakchi bo'lib qoladi.